Menimcha siz ham xuddi shunaqa odamlarga to'g'ri kelgansiz. Men sun'iy yordamida video yaratib $2000 topdim. Kod yozmasdan ilova yaratdim yoki biznesni avtomatlashtirib $4-5 daromad topdim. Xuddi shularni men sizga bepul webinarimda ko'rsataman deydi-da, o'zini webinarida 10-15 millionlik kursini sotib o'tiradi. Va shu yerda sizga ikki xil savol tug'iladi. Birinchisi, bular rostdan ham shuncha pul topganmi deb o'ylaysiz. Ayrim hollarda ha, ular realni o'shancha pul topishgan. Lekin AI ni o'zidan emas, balki sun'iy intellektni o'zini sohasiga qo'shish orqali o'zini daromadini oshirishgan. Misol uchun olaylik, oddiy bir SMMshik mijozga AI agent yasab berib, ya'ni AI chatbot yasab berib, o'zini oladigan servis narxini oshirib sotadi. Yoki media sohasida yurgan odam, kontent qilib yurgan odam endi esa AI bilan videolar yaratib, o'sha kontentda ko'proq prosmotr olishga harakat qiladi. Yoki oddiy bir ishda ishlab yurgan odam qanaqadir bitta o'zini ishida muammoni ko'rib qolib, o'sha muammoni kod yozmasdan ilova yaratib yoki veb-sayt yaratib yechadi va shu orqali daromad qiladi. Ikkinchi savol esa o'sha kursni men ham o'qib, xuddi shularga o'xshab foyda olamanmi deb o'ylab qolasiz. Va mana bu yerda haqiqat boshqacha. Sababi sun'iy intellekt bu o'zgaruvchan kasb. Siz 3 oy oldin o'rgangan bilimlaringiz bugun ham yordam berishiga hech kim garantiya bermaydi. Masalan, men o'zim 1 yil oldin o'rganadigan, ishlatadigan sun'iy intellektlarimdan hozir umuman foydalanmayman. Shu ikkita muammoni yechgan holda men O'zbekistonda birinchi bo'lib 703 AI community'sini tashkil qildim. 703 da siz 70 kunning ichida 3 xil AI ning sohasini o'rganasiz. Ulardan AI agentlar yasash, AI orqali kod yozish va AI da rasm, video, motion dizaynlar bilan ishlash. Bu yerdagi darslar har hafta chiqadi. Ya'ni bilimingiz hech qachon eskirib, ya'ni siz hech qachon eski bilimlarni o'rganmaysiz. Qo'shimchasiga siz community qo'shilish orqali xohlagan savolingizga tezda javob olasiz. Topshiriqlarni bajarib esa sovg'alar ham yutib olishingiz mumkin. Va eng zo'ri, siz har hafta jonli bo'ladigan kollarga qatnashishingiz ham mumkin. Agar sun'iy intellektni o'z sohangizga qo'shib, daromadingizni 5-10 barobar oshirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi tugma orqali siz bizning community'mizga qo'shilishingiz mumkin.